Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Do'konimizga yana bir Redmi Note 13 Pro telefoni keldi sotuvga. Qiziquvchilarga mana ko'rsatamiz telefonni. Telefon holati a'lo, ideal holatda, radnoy, imekalari to'liq o'tgan tizimda. Ko'rib turibsiz, xotirasi 256 talik. Narxi 1.700.000 so'm. Kelishilgan narxlar sotiladi. Telefonda hech qanday muammosi yo'q. Kimgadir shunaqa holatdagi telefon zarur bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beramiz.